Hovliga, off-roadlarga chiqadigan mashinalardan bittasi GMC Vigus avtomobilini ko'rsataman. Kraskalari top-toza ekan, 93 ming probeg ekan. Motor, hadoy hamma yog'i ideal ekan mashinani. Bemalol ko'rib ko'rsatib tekshirib olsangiz bo'ladi. Ozgina qirilib qolgan bunaqa joylari bor. Qarab tursangiz zo'r. Ati balonlar turibdi, 4x4. Holati zo'r. Ekonomik motorlardan bittasi, Xitoy mashinalaridan bittasi. Xarajati yo'q, 93 ming kilometr yurgan 6 ta pog'onali konsenlargacha ideal ishlab turibdi. Material salonida bemalol tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Xo'p, pika varianti ramali bo'ladi. Hamma joylari zo'r holatda. Bitta mana shu orqa tomoniga ozgina qarab tursangiz, mehr berib olsangiz, narsa otib yurishgan ekan. Shu joylarga qarab tursangiz, zo'r holatga keladi. GTD motorlar turibdi. Vigus avtomobili. Ko'rib turibsizlar, mashinaning holati zo'r. Orqa tomonlaridan qaramkalarigacha bor, temirdan paruklarigacha bor. Holati zo'r. Olib haydashingiz uchun bor yo'g'i $13,500 bosib yuboringlar.